Akalar katta kamomad chiqyapti, shef hammani ofisga majlisga chaqiryapti. Ibrohim aka, Tinchlikmi? aka mana aksiya bo'lib yumshagan bugun katta partiyada olib ketaman. Shu qo'l qo'yib berasiz. Sizga ham to'g'ri chiqarib beraman. Xudo bilib qolishi mumkin uka. Meni bunaqa ishlaringizga aralashtirmang. Aka, buni isi ham chiqmaydi. Qachongacha 3-4 million olga qarab yurasiz. Sizni to'g'ri chiqarib beraman. Sizga sherikman. Menga gap tegmasa bo'ldi. Adamajon, bugun shu zavodda 100% garantiya berdi shu partiyaga. iPhone 17 ga. Ashini senlar tushunasanlar. Sakni o'zimizga chiqarib qo'yish, men beraman. Aka, bunaqa harom ishlaringizga meni aralashtirmang. Bu xalq uchun qilingan aksiya. Keyin kimga nasib qilgan bo'lsa shu yutadi. He, qadrlashdim ukajonim. Siz bir sizga degandim-da. Ukajon ishni bemalol qilavering. Ukajonim. Akalar katta kamomad chiqyapti, shef hammani ofisga majlisga chaqiryapti. Ishqilib tinchlikmikin a? Muhammad Ali kelsa birga kiramiz. O'zi kiraveradi. Ketdik. Assalomu alaykum. Yig'ildinglarmi? Hammanglar bilan yaqindan tanishib oldim. To'g'ri, ayrim ishlar bo'ldi. Bo'lib o'tgan ishlarni unutinglar. Muhimi shu ishlardan to'g'ri xulosa chiqarsanglar bo'ldi. Bundan buyog'iga hamjihat bir oilada ishlasak, bundan yuksaklarga erishamiz.